Assalamualaikum hurmatli obunachilarimiz. Bular xudo xolasa ko'rsatuvimiz mashina reklama etish bo'ladi va mashinalarni mestosini xudo xolasa. Birinchi navbatda mashina 6 soat bo'yicha mestamiz bor. Yana yo'lda ustamiz Atabek ekan, xudo xolasa Atabek mashinani boshladik. Asliga ko'rsatgan mashinamiz Tikoni pulni arzon pulga mashina ko'rsatamiz xudo xolasa. Mashinamiz islohot uchun ishlab chiqilgan chasli kaskasi va telefon nomerlari, ya'ni salonlardan ko'rsatamiz. Salonlardan ko'rsatdik. Ko'rsatamiz yonlardan. Salonlarni ko'rsatdik. Ko'rsatib va oldini mashinamiz Polux. Akkumulyatorni qo'yganlar, yaqinda qo'yganlar, toza akkumulyator qo'yilgan. Akkumulyator toza qo'yildi. Gazda, benzinda yuradi, muammosiz. Hozir bunday gaz muammo bo'lib turgan holatda shu benzinning ozroq yutgani shu motorlar topdik. Motor bilasizlar, legendariy mashina qilganlar. Kraskamiz yo'q emas, chasni bor. 4 ta yumshoq balon. Agar turinib ketaverasiz, hech qanday muammosiz. Oldini mo'jizaga turgan lekin buni loyiq. To'la 22 milliondan tutdik, kelishamiz. 20dan o'tib 20 million bo'lsa beramiz xudo xolasa. Telefon nomerlarini yaxshilab do'stlarga tushirib olamiz xudo xolasa. Keyin mashina masalasi bo'yicha mashina sotaman, olaman, mashina mesta kerak, mashina sotaman, qo'yaman deb turib berib boraman, shu kelasizlar, shunda Sardaryodan yeyman, Sardaryodan gaplashib ham majbur kelib mashinalarni kelib qo'yib tashlashimiz. Mesela hozircha pul emas, birlashtirilib, keyindan chiqib berib ketaverib bersa uchun. Sotib berish bizlarning xudo xolasa. O'sha kabi bo'lsa uzunni hozircha bizda toza bo'latamiz. Like bosib qo'yinglar bir xudosa. Meni xudo xolasa kanallarni bir-birlariga ulashib qo'yamiz xudo xolasa, gruppalarga yuborib, bir like bosib qo'yasiz. Rahmat, salomat bo'ling.